Milliy sertifikatdagi Ulutrix masalasi. Akvariumda Evgelina, xlamida manada va Ulutrix mavjud. Ulutrixning jinsiy hamda jinsiz ko'payishi natijasida 540 ta yangi organizm hosil bo'ldi. Izogameta hamda zoosporlar soni 1 ga 2,5 nisbatda. 2 xipchinli hujayralar 4 xipchinli hujayralar sonining 65% ga teng. 1 xipchinli hujayralar 2 xipchinli hujayralar sonining 7,18% ga teng bo'lsa, xlamida manadagi jami xipchinlar soni, zoosporlardagi xipchinlar soni, izogametalardagi xipchinlar sonidan qanchaga ko'p? Akvariumda qizil ko'zchaga ega organizmlar soni qancha deb so'ralyapti. Demak, bizda 3 ta organizm bor. Bu 3 ta organizmdan demak, birinchisi bu Evgelina, ya'ni Evgelina tanasi duksimon holatdagi va bitta xipchinga ega bo'lgan organizm hisoblanadi. Xo'p, mana bu tanasi duksimon holatdagi hamda vintga o'xshash xipchini bor va qizil ko'zchasiga ega. Xlamida manada noksimon tuzilishiga ega bo'lgan tanasi bor va ikkita xipchini bor. Va Ulutrix deyilyapti. Tanasi ipsimon tuzilishiga ega pasterizoidlari bor bo'lgan Ulutrix tanasi. Demak, 3 ta organizm berilyapti. Xlamida manada ham qizil ko'zcha bo'ladi, ya'ni xromatofor rang sezish uchun, yorug'lik sezish uchun aynan mana shu ko'zcha orqali yorug'likni sezib, yorug'lik tomonga intiluvchi aynan sezuvchi ko'zchasi bor xlamida manadada ham. Demak, Evgelina bilan xlamida manadada qizil dog'ga o'xshash ko'zchasi bo'ladi. Xo'p, bizda mana shu 3 ta organizm beribdi. Endi bizda aynan Ulutrixning ko'payishi natijasida deyilyapti, 540 ta deyapti, yangi organizm hosil bo'ldi. Demak, bu alohida Ulutrix bo'yicha ishlab olamiz. Ulutrixdagi zoospora hamda izogametalar nisbati berilyapti. Demak, izogameta va zoospora. Xo'p, Ulutrixdagi izogameta hamda zoosporlar deyilyapti. Izogametalar soni 1 ga 2,5 nisbatda zoospora bilan deyapti. Ya'ni 1 ga 2,5 nisbat ekan. Demak, 2,5 nisbat bo'ladigan bo'lsa, buni x desam, bu demak 2,5 x ga teng. Zoosporani bittasidan bitta Ulutrix ip hosil bo'ladi. Demak, 2,5 x dan 2,5 x Ulutrix hosil bo'lgan. Zoosporani o'zidan. Xo'p, endi bizda izogameta bor. Izogameta ikkitasi qo'shiladi, bitta zigotani hosil qiladi va bu zigota 4 ga bo'linadi. Demak, ikkita izogameta bitta zigotani hosil qiladi. Bizda x izogameta bor. Qancha desak, 0,5 x 0,5 x bu zigota. Endi zigota tinimdan o'tgandan so'ng 4 ga bo'linadi. Demak, bitta zigotadan 4 ta hosil bo'lsa, Ulutrix 0,5 x dan qancha? 2x. 2x Ulutrix bor. 2,5 x Ulutrix bor. Bu jinsiz ko'payish natijasida. Demak, 2x ni 2,5 x ga qo'shsam 540 ga teng bo'lsin deyapti. 4,5 x teng 540, x teng 120 ga. Demak, bizda chiqdiki, izogametalar soni 120 ta bo'lgan. Zoosporalar uchun undan 2,5 barobar ko'p, demak bu 300 ta bo'lyapti. Zoosporalarimiz chiqdi 300 ta, izogametalarimiz esa 120 ta bo'ldi. Va bizda savolda aytilyaptiki, yana 2 xipchinli hujayralar 4 xipchinli hujayralar sonining 65% ga teng deyapti. Bizda 2 xipchinli hujayralarni topishimiz kerak jamini. Sabab nimaga? Chunki izogameta ham 2 xipchinli, xlamida manadada ham 2 ta xipchin bor. Biz umumiy 2 xipchinli hujayralarni topib, izogameta mana bu 120 ta chiqdi. Uni ayirib yuborsam, xlamida manadaning sonini topsam bo'ladi. Demak, bizda 4 xipchinli hujayra bor, u ham bo'lsa faqatgina zoospora. Zoospora bizda 300 ta chiqdi. Xo'p, endi bizda 300 ta zoosporaning 100% deb olsak, 65% demak 2 xipchinli hujayralar bo'lgan. 65% ni topadigan bo'lsak, 195 ta chiqadi. 195 ta bu hammasi xlamida manada emas yoki hammasi izogameta emas. 195 ta izogametamiz ma'lumki, shundan 120 tasi izogameta. Lekin hammasi 2 xipchinli. Xlamida manada ham, izogameta ham. Demak, 195 dan 120 ni ayirsam, ya'ni izogametalar sonini ayirsam, 75 ta bu xlamida manadaga qoladi. Mana xlamida manada
75 ta bo'lgan. Demak, belgilab qo'yaman. Xlamida manada soni 75 ta. Xo'p, endi bizda bir xifchillik hujayralar sonini topishimiz kerak. Bir xifchillik hujayralar aytayaptiki, ikki xifchillik hujayralar sonining 7.8% ga teng deyapti. Bizda ikki xifchillik hujayralar 195 ta. Demak, 195 tamiz bu 100% bo'lsa, 7.18% qancha? Demak, 195 ta 7.18% ni topishimiz kerak. Topadigan bo'lsak, bizda 14 ta chiqyapti. Demak, bir xifchillik hujayra bu yerda faqat evgileni, demak, uni soni 14 ta bo'lgan. Xo'p, endi bizda chiqdi, demak, Lotrix soni hamda xlamida manada hamda evgilenlar soni kelib chiqdi bizda. Hammasi ma'lum bo'ldi. Endi savollarni ishlashga o'tamiz. Demak, 33-savol. Xlamida manadadagi jami xifchillar sonini toping deyapti. Bizda xlamida manada 75 ta chiqdi. Har birida 2 tadan xifchil bor ekan. Demak, 75 ni ko'paytiramiz 2 ga. 150 ta. Javob javob. 34-savol. Zoosporada xifchillar soni izogametrlarda xifchillar sonidan qanchaga ko'p deyapti. Bizda zoospora 300 ta chiqdi, izogametr 120 ta chiqdi. Zoospora, ya'ni 300 ni ko'paytiraman 4 ga, sababi har biri 4 xifchillik. Ayirayman. Izogametr 120 ta, demak, har biri 2 ta xifchillik ayirayman. Chunki xifchillar soni farqi deyapti. 300 ni 4 ga ko'paytirsam 1200, 120 ni 2 ga ko'paytirsam 240, 1200 dan 240 ta ayirsam 960 ta. Demak, javob S javobga chiqyapti. 34 javobi S javob. 35-savol. Akvariumda qizil ko'zchaga ega organizmlar soni qancha deyapti. Qizil ko'zchaga ega bo'lgani bu evgilena hamda xlamida manada. Demak, evgilenamiz 14 ta chiqdi, xlamida manada 75 ta chiqqan. Qo'shadigan bo'lsam 89 ta deb javob, demak, A javobga to'g'ri kelyapti. Bu aynan sertifikatda tushayotgan Lotrix masalasi.